Sure Mumtehine tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey müminler! Mening düşmanimni ve sizlarning düşmaninglarni do'st tutmanglar. Ular sizlarga kelgan haqiqatni, ya'ni islomni, Qur'onni inkor qilgan bo'lsa, ularga do'stlik yetkazsizlar. Ular Rabbinglar Allohga iymon etganinglar uchun payg'ambarni va sizlarni yurtinglardan haydab chiqadi. Agar sizlar mening yo'limda jihad qilib va roziligimni tilab chiqqan bo'lsanglar, u chaqda mening dushmanimni va sizlarning dushmaninglarni do'st tutmanglar. Sizlar ularga yo'shirin do'stlik yetkazsizlar. Men sizlar yo'shirgan va oshkorlagan narsalarni bilib turman. Kimiki shunda qiladigan, ya'ni ularni do'st tutib, ularga payg'ambarlarning xabarlarini yetkazdikan, payg'ambarning xabarlarini yetkazdikan, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. Agar ular sizlarni yengsa, sizlarga dushman bo'ladi. Sizlarga ziyonkashlik qiladi, sizlarni tillaydi. Sizlarning murtad bo'lishinglarni arzu qiladi. Qiyomat kuni sizlarning tuqqanlaringlar va avlodlaringlar sizlarga hech foyda yetkazolmaydi. Alloh aranglarni ayirib etadi. Ya'ni sizlar jannatda bo'lsanglar, ular kuffarlarning qatorida devzaqti bo'ladi. Alloh sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. İbrahim ve onun bilen birga bo'lgan mu'minlar sizlarga haqiqatan obdan namunidir. Öz vaqtida ular qavmiga haqiqatan biz sizlardan ve sizlar Allohni qo'yib ibodat qilayotganlaringlardan ado judamiz. Bizning oramizdagi adovat ve o'chmanlik toki sizlar yolg'iz bir Allohga iymon etganinglarga qadar abadiy saqlanib qoladi dedi. Lekin İbrahimning otasiga aytgan, albatta sana mag'firat tilayman, Allohning azobidan hech narsani sendan dab'i qila olmayman degan so'zini sizlarning namuna qilishinglarga bo'lmaydi. İbrahim ve onun bilan birga bo'lgan mu'minlar aytdi: Rabbimiz sana tavakkul qildik, sana qaytdik. Oxir qaytadigan joy sening dargohingdir. Rabbimiz kafirlarni bizga ziyonkashlik qilish imkoniyatiga ega qilmag'in. Ular bizga hukmron bo'lib, bizni ko'tirgili bo'lmaydigan azob bilan dinimizdan chiqarmasin. Rabbimiz bizga mag'firat qilgin. Sen haqiqatan g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uchisan. Ey Muhammadning ummati! İbrahim ve onunla ergeçken müminler sizlarga Allah'ni ve ahiret gününü ümit kılıdığanlarga yaxşı namunidir. Kimiki imandan yüz öğrediken bilsin ki Allah onundan ve ondaklardan bir hacettir. Allah medhiyege layıktır. Belkim Allah sizler bilen sizler öç gördüğün adamlar arasında dostluk payda kılıdır. Allah her nersige qadirdir. Allah nihayeti mağfiret qilg'uchidir, nihayeti mehribandir. Kuffarlardan sizlar bilan urush qilmagan va sizlarni yurtinglardan haydab chiqarmaganlarga kelsak, Allah ularga yaxshilik qilishinglardan, ularga adil bo'lishinglardan sizlarni to'smaydi. Shubhisizki Allah adillarni do'st tutadi. Allah din üçün sizlar bilan urushgan, sizlarni yurtinglardan haydab chiqargan va sizlarni haydab chiqarishga yordamlashganlarni do'st tutishinglardan sizlarni to'sidi. Kimiki ularni do'st tutadigan, ular zolimlardir. Ey mu'minlar! Sizlarga mu'min ayollar hijrat qilib kelsa, ularni sinab ko'ringlar. Ularning iymonini
Allah obdan biladi. Agar ularni sinagandan keyin haqiqiy mu'mina deb tonisanglar, ularni kofirlarga qaytirib bermanglar. Ular kofirlarga halol emas. Kofirlarmi ularga halol emas. Kafir erlarining ularga bergan mahrini qaytirib beringlar. Ularning mahrinlarini berib nikohinglarga olsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kafir ayollarni amringlarda saqlamanglar. Ularga bergan mahringlarni talab qilinglar. Kafirlarmi hijrat qilib kelgan mu'min ayollarga bergan mahrinlarini talab qilsin. Allohning hukmi ana shu. Allah aranglarda hukm chiqirdi. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Agar sizlarning ba'zi ayollaringlar kofirlar tarafga o'tib ketsa, kofirlar bilan urushib g'animat olgan vaqtinglarda ayollari kofirlarga kirib ketgan kishilarga g'animatdan ularning bergan mahrning miqdorini beringlar. Ya'ni musulmonlardan birining ayoli kuffarlar tarafga qochib ketsa, sizlar kuffarlar bilan urushib olgan g'animat moldan mazkur ayolning eriga mahrib miqdori mol beringlar. Sizlar o'zinglar ishongan Allohdan qo'rqinglar. Ey payg'ambar, mu'min ayollar sana kelib, Allohga hech narsani shirik keltirmaslikka, o'g'irlik qilmaslikka, zina qilmaslikka, bolalarni jahiliyat davridagidek qiz bolalarini nomusdan yoki kambag'allikdan qo'rqib o'ldirmaslikka, boshqalarning bolasini yolg'ondan erlarning bolasi qilib olmaslikka, sen buyurgan yaxshi ishlardan boshqa bosh tortmaslikka bay'at qilsa, ya'ni yuqorqi shartlar asosida va'da bersa, ularning bay'atini qabul qilgin. Ular uchun Allohdan mag'firat tiligin. Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qilguchidir, nihoyat mehribondir. Ey mu'minlar, Allah g'azab qilgan qavmni do'st tutmanglar. Ular oxiratning savobidan qabrlarida yotgan kuffarlar umidini uzgandek haqiqatan umidini uzdi.